Demak, insonni ulug'likka, fazilga yetlab boradigan narsa nima ekan? Ana shu ulug'larni nazari bo'lar ekan. Robbimqul domla Muhammadiyev hayotini ilmga, xalq xizmatiga va din rivojiga bag'ishlagan taniqli ulamo edilar. Ota-onadan farzandga ham ana o'sha xulqlarni ba'zi bir qismlari o'tib qolar ekanlar. Bu kim o'g'li bu? Falonchini olsa otasiga o'xshar ekan. Otasi ham juda halin yigit edi-da. 2025-yil haj safarida Toshkent 38-guruh rahbari sifatida yo'lga chiqqan edilar. Domlamizga guruh rahbari qilib tayinlaganidek, nihoyatda yaxshi yigit edi, Alloh rahmat qilsin. Doim zikrda, tasbihda nihoyatda muloyim edi. Mana bu yerda o'tirgan hamma hamkor domlalarimiz aytamiz, nihoyatda xushxulq edi. Juda xushxulq yigit edi. Yoshida Alloh rahmat qilsin. Taqdiri ilohiy ekan, mana shu joyda odamlar shu belgilangan ekan. O'sha samolyotga chiqib Toshkentga uchganda o'zim uxlagan to'y qaytib turmadi. Nima kelganda biz Madinada menga xabar qilishdi, shunaqa odamlar xushlar ketgan holda olib tushirildi dedim. Keyin bilsak, o'sha samolyotga o'zida komaga tushgan ekanlar. Nima bo'lgan Allohning o'zi bilguncha keyin harakat qildik, Madinadagi katta bir shifoxonaga yotqizdik, operatsiya qildik. Lekin taqdir ekan olamdan o'tdilar. Inshaalloh tasdiqsiz bugun hozir Masjid Nabaviyda janozasini o'qib, Jannatul Baqi qabristoniga dafn qilish bo'yicha harakat qilamiz. Baqi qabristoni azizlar Jannatul Baqi deyiladi. Bu qabriston birinchilardan bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sadoqatli sahobalaridan bo'lgan Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu mana shu joyga dafn qilinganlar. Undan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohim, ana bundan keyin uchinchi bo'lib qizlari Ruqayya radhiyallohu anha dafn qilingan edilar. Robbimqul domla mana shu qabristonga dafn qilinmoqda. Alloh taolo domlamizni ulug' zotlar bilan, sahobalar bilan birga yotishlikni iroda qilgan ekan. Rasulimizning hadislariga muvofiq u zot shafoat qilsa-yu, qiyomatda mahshargohda mana shu Jannatul Baqi qabristonida yotgan sahobalar bilan birga turmoqligini Alloh nasib qilsin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohim xotimalarni qanday go'zal qilsin. Rasulullohning ruhi qabz qilingan shaharda olamdan o'tishini iroda qilsin. Qanday go'zal makon berimizdan keyin Rasulimizga qo'shib qilib ashoblar bilan birga yotmoqlikni nasib qilsin. Umidimiz domlamizning qiyomatda Rasulimiz alayhissalomning shafoatlariga ham loyiq qilsin. Qolgan zurriyotlariga, oilalariga sabr bering. Orqalaridan duoda, takbirda bardamonlik buyuring. Allohim ularni shu kungacha qilgan barcha yaxshi ezgu amallarni o'zlariga hamroh qilsin. Kamchiliklar va nuqsonlarni Ya Rabbi, duoga qo'l ochib turgan hojatlarimiz, hoji otalarimizni ham salomat qilib, vatanga eson omon borib olishlarini nasib qilsin.